orqamdagi 2 etajli uyni 2-etajiga poliga qilinyapti. Ya'ni mana steyshkani qotili. Mana uyingiz sovuq bo'ladigan bo'lsa, isitishni zo'r yo'li. Steyshka qil, shag'al olib kelib, boshqa qilib qilgandan ko'ra, hozir bu steyshkadan qancha arzon aka? Ancha arzon-da, to'g'rimi? Hazilakam ish bo'lgan. Mana mashina qilib uy qursa ham bo'larga, arzongina 2 etajli qilib qo'yishga Hamma o'zimizda. hamma narsasi o'zlaringdan. Suv to'k bersa bo'ldi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Bu degani pilta degani u. Pilta degani. Pilta degani. Muammo hal nimaga? Steyshka agar qilinadigan bo'lsa, xuddi mana shu yerga birinchidan zak, ikkinchidan og'ir. To'rsin tashalgan, vassa tashab, asha piltaning o'rniga quyilyapti hozir. O'tgan safargi videoyimizda steyshkani qotili desak, juda ham ko'pchilik buni hech kim oyoqda tagiga qilmaydi yoki polga qilsa bo'lmaydi deyishdi. Akalar, bugungi videoyimizda isboti bilan sizlarga ko'rsatib beramiz. Orqamdagi 2 etajli uyni 2-etajiga poliga qilinyapti. Ya'ni mansarddan keyin. Assalomu alaykum hurmatli uy qurmoqchi bo'lgan yoki uyimga nima bossam ekan, steyshka qilaymi yoki pena beton qilaymi deb turgan akalarimiz, bugungi videoyimizdagi steyshkadan butunlay voz kechasiz. Chunki xuddi mana shu tomga aytib o'tganimizdek, tomiga 2-etajiga hozir qilinyapti. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Mana shu 2 etajli uyni tepasiga qo'yayotgan xuddi mana shu Sheral akamiz bo'lishadi. Assalomu alaykum. Sheral aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi aka? Bormanglar. Rahmat. Aka, yorib qo'yapsizlar ekan, tepani o'zim chiqib ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Hozir bitta qumlar elanadi. Bitta zapravkasi, bitta mashinadagi zapravkasi 12-13 kvadrat ketadi. 12-13 kvadrat ketadi. 250 kilo, 300 kilo sement qoladi. Bo'ldi. Endi yo'q, nima pena qo'yiladi, pena qo'yiladi, sement qo'yiladi. Kadiga yorilmasligiga nimasi bor, material. Aka qarang, men o'tgan safar obunachilarga aytdim, "O'y, steyshkani qotili bo'la oladi" desam, ishonmayapti. Nima deyish? Steyshka. Steyshkami? Steyshka dam beradimi steyshkaga? Dam beradi. O'sha nimaga metsuka qo'shayotgan ham o'sha sement qo'shadi. Ha, o'shada qarang, aytyapman, tagi yumshoq bo'lsa, yozda sovuq, qishda issiq tursa, kalamish, unaqa narsalar teshalmasa. Endi mana qarangda, pilta bos, nagruska tushir va nima qil, u dahmaza pol qoqmasa bizni to'sib tashlaydi, vassa qoqilyapti, izaspan solinyapti. Bo'ldi. Shu bilan 15-20 sm quyilyapti, o'zlaring ko'rdilar. 2-etajiga 15-20 sm quyilyapti. Hozir chiqib ham tepada sizlarga bitta obzorni qilib ko'rsatamiz. U degani pilta degani u. Pilta degani. Pilta degani. Hech ham bunaqa razisa bo'lmaydi, ham yengil bo'ladi, ham tepada yashasa ham bo'ladi, uni tepasidan parketli pol qilsa ham bo'ladi. Endi o'ziga moslab olaveradi. Xohlasa nima qilsa qilaveradi. Xohlasa boshqa gilom tashlab yuboradi. Keyin faqat mana odamlarga aytdim, uyini tagiga hozir birinchi etajga qiladigan bo'lsa ham oson tushadi, to'g'rimi? Arzon tushadi, zasipka qilib. Yo'q, uyni podval tagigami? Yo'q, mana hozir mana shu uyga, mana shu yerga qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, yashaydigan uyga qilsa bo'ladi, lekin podval bo'lsa, steyshka qilgizgani yaxshi bo'lsa. Podvalga oyoq tagiga. Yo'q, o'tirgani deyapman. O'tirgani bo'laveradi. O'tirgani bo'laveradi. O'shanga aytyapman-da, steyshka qil, shag'al olib kelib, boshqa qilib qilgandan ko'ra, hozir bu steyshkadan qancha arzon aka? Ancha arzon-da, to'g'rimi? Hazilakam ish bo'lgan. Hozir bu steyshkani puliga, steyshka qiladigan ustalarning puliga hamma mahsulot sizlardan bo'ladigan bo'lsa ishi bitadi. O'zimizdan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Mana sementni ham bitta ko'rsating. Olib kelamiz, hamma material. Sizlardan nima ketadi? Nima sizlardan? Bizdan sement, uy egasidan tok ishlatamiz xolos, suvni ishlatamiz. Qolgan hamma yo'q bizdan. Abed qilib bersa bo'ldi. Bitta abed qilib bersa bo'ldi. Tepadagini ham bir kunda tugatib deyapsizlar. Xudo xolasa harakatlanamiz. Bir kunda o'chib turmasa, apparatimiz ishlab tursa bizga vazilat bor. Bitta tayyorlashni ko'rsatib berasizmi bizga? Tayyorlashni ham ko'rsatamiz. Ana endi Sheral aka hozir suv quyilyapti. 20 paqir suv qo'yamiz. Ha, 20 paqir suv. 20 paqir suv quygandan keyin. Hop. Undan keyin sement tashlaymiz. Mana bu sementda nechta tashlaymiz? 5 ta, 250 kilo tashlaymiz. Ha, 250 kilo tashlaymiz. 250 kilo. Hozir mana shuni tashlanadi. Undan keyin nima solinadi? Undan keyin pena qo'yiladi. Ha, undan keyin pena qo'yiladi. Keyin qum tashlanadi. Keyin bo'ldi, dimlaymiz, o'zi apparat. Fibrachi. Fibra ham qo'shasizlarmi? Fibra ham qo'shamiz. Fibra ham qo'shiladi. Nima vazifani bajaradi fibra? U endi nima chanlamaslikdir. Yorilib ketmaslikdir. Somon. Somon. Ha, somon. Somon degandek gap. Somon ham shu fibra xuddi shu bo'ladi. Hali yorilib ketmaydi, bir-birini ushlab turadi. Endi hozir bu tayyor bo'lgandan keyin sizlarga tepaga chiqarib, buni quyilishini va tomni ham holatini ko'rsatamiz. Muxlislarga bitta Sheral akamdan zo'raligi bor ekan, she'r bor ekan. Endi muxlislarim har safar meni ko'rasizlar, faqat endi bir inson mashi bilan o'tib ketmaydi, biz shoir odammiz-da.
shoir odamda bir she'r bo'ladi. Yurak sensan mening sozim, tilimni nayga jo'r etding. Ko'zimga oyni berkitib, yurak sensan ishqibozim. Senga tor keldi bu ko'krak, sevinchimdan tosh qirg'oqqa. Tilimni charchatib ajabgoh seni tarjima qilmoqda. Seni sen o'ynoqi dilbar, zafardan izla yoringni. To'lib qayna toshib o'yna, tirikman kuyla boringni. Itoat et agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yoril chaqmoq aylar seni, yorilmayli tamom o'lsa. Kimning she'ri bu? Usmon Nosir. Usmon Nosirning she'ri. 8-sinfda o'tlaganman. 8-sinfda o'tlagan. Videoga like bosib qo'yinglar. Mana endi tomga chiqib oldik. Tom desa ham bo'ladi, ikkinchi etaj ham desa bo'ladi. Bekarga buni steshkani qotili demayapmiz. Chunki o'tgan safargi videomizda aytganimizdan keyin tomga lombozning o'rniga qo'yilganini ko'rsatgandik sizlarga. Hozir mansarddan keyin mana shu holatda ikkinchi etajga qo'yilyapti ekan, a? Farhodjon aka. Hozir beton haligi plita yo'q, unaqa narsa. Yo'q. Plitaning o'rniga to'rsin tashalgan, vassa tashab, o'sha plitaning o'rniga qo'yilyapti hozir steshka. Steshka qo'yilyapti. Steshkadan afzalligi, eng asosiysi, o'shalar bitta sanab bering. Buni issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi. Salqin bo'ladi. Salqin bo'ladi. Yengil bo'ladi. Unaqa tomga og'irlik qilmaydi. Yo'q, zak ham tortmaydi lekin. Zak ham tortmaydi. Keyin changimaydi ham, o'xshab boshqa qilib. Tomga ham, masalan, hozir bu yer ikkinchi etaj bo'lyapti ekan, lekin tomga bosadigan bo'lsangiz ham, bu degani nimani bo'lsa yuklayverasiz tomga. U haligi changib ketdi, boshqa bo'lib ketdi, unaqa narsa yo'q, xudo xolasa. Uyda o'zini ham Farhodjon aka, uyda o'zi ham hozir penoblokdan bo'pti. Penoblokdan uyda mana qulishibdi. 2 etajli qilib, penoblokdan dahshat chiqibdi uy. Tashqaridan ko'rgan odam buni haligi qilib bo'lgandan keyin menimcha penoblokdan bo'ldi deb o'ylamasa kerak. O'zi ham arzonga tushgandir aka, ko'tarish boshqa qilish. Egalari ham shu kadr orqasida turishibdi. Endi hozir pastdagi tayyorlanayotganini bu yoqqa qo'yib beriladi. Qo'yib beriladi, ha. Buni asosan qayerlarga qo'yiladi? Endi uyni ichiga qo'ysa bo'ladi, steshka. Polni o'rniga. Endi polni o'rniga nima qilganingizga, o'sha plitani o'rniga qilib, ikkinchi etajga mansard o'rniga qo'yilyapti-da. Endi pol qilinmaydi bu. Ha, pol qilinmaydi. Pol qilinmaydi. Bitta nima qilinadi? Parket qilinadi, bo'ldi. Muammo hal. Nimaga steshka agar qilinadigan bo'lsa, xuddi mana shu yerga birinchidan zak, ikkinchidan og'ir. Uchinchidan u bunaqa qilib bemalol qo'yib, birpasda bitirib chiqilmaydi. Necha kunda bitiriladi mana shu yer hozir? Xudo xolasa, yaxshilab endi boshladi, ertaga obedgacha tugatamiz. Umumiy hisoblaganda 1 kun deyilyapti o'shanda. 1 kunda shuncha maydonni qo'yib yuboriladi. Mana shunaqa. Loy opchiq, unaqa qilib, unaqa narsa yo'q endi. Unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa tugadi. Mana bu nima? Yaqinroq ko'rsating. Qummi bu? Qum. Buni qayerga solinadi? Bu endi hali ancha-munchalik anaqa muaytlar oqib o'tib ketmasligi uchun ataylar to'sib olganmiz. O'sha kimdek to'sib qo'yamiz. To'sib qo'yiladi. Sekin bo'lib olib ketamiz-da. Bu tomonga necha santimetr bo'lyapti hozir? Farhodjon aka? 15 dan baland bo'lyapti hozir. Nimaga qalin? Endi nima desa bo'ladi? Ezilmaydi-da bu. Uyda uy bo'ladi-da endi bu ham. Endi baribir o'tirgandan keyin lombozga nisbatan qalinroq bo'ladi. Qalinroq bo'ladi. Endi ezganda, yurganda pastki ovoz eshitilmasligi uchun chaqaliroq qo'yilyapti. Buni hozir masalan vodiy bo'yicha qancha puldan bo'lyapti, voha bo'yicha necha puldan bo'lyapti? Agar mashina qilib 15 ta atrofida qo'yiladigan bo'lsa, 65 ming, 70 ming qo'yilyapti. Lomboz o'rniga qo'yiladigan bo'lsa, 45 ming. 45 ming. Ha. 10 santimetrgacha. Uyda egalaridan nima? Uyda egasidan suv, to'k bo'ldi. Mana tagidagi lattasi-chi? Hamma o'zimizdan. Hamma narsasi o'zlaringdan. Suv to'k bersa bo'ldi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Ana ustani mana shunaqasini topish kerak. Suv bilan to'kni bering bo'ldi. Sement, ichiga qo'shiladigan fibrasi, penasi, hamma narsasi bilan kelishar ekan. Lazeri, pazeri hamma yoqda turibdi mana shu yerda. Usta akalarimiz mana shu yerda o'sha bir martami, ikkitami zapravka qilib qo'yishdi. 15 santimetr. Bu degani bemalol bolalar yugurish-tugur tepasida futbol o'ynasa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyin bitta savol, mabodoga endi ustasiz baribir. Mana bu uyda stullar qanday yo'q bo'lib ketadi? Ertaga yopib qo'yishadimi to'rtburchak qilib? Buni ertaga buni ustidan yana nima qilib urib chiqib ketsa bo'laveradi. Pena blokdan. Gaza blok, pena blok. Xolasa ashibga qilib uradi. Buni endi pastdan nech xona uy bo'lsa, ashxona uy tepaga ko'tariladi endi. Shunaqa bo'ladi, endi qilib chiqadi. To'g'ri aytdi. Mana
maydan devor chiqadigan Ha, bo'lsa, mana bunday qilib hozir- devor chiqadi. Mana shu devorni o'rnida, mana shu yerda ham to'ldirilib ketyapti hozir. Pastdagi devor ham pena blokdan bo'lganmi? Gap yo'q lekin. Mana shunaqa qilib uy qursa ham bo'lar ekan. Arzongina 2 etajli qilib qo'yishgan. Bitta ob'yomni to'liq ko'rsatib yuboring, aylantirib. Mana shuncha qilib qo'yilgan va ustalarga ishonchni qarang. Uyda egalari ham telefon qilishdi, keldilar, qo'yib beryapsizlar bo'ldi. Ha. Masala yo'q, ish yo'q. Keyin pulni sanashadi, ketasizlar bo'ldi. Vassalarni ham o'zimizga moslab qo'yib oldik. U vassasini ham kelishib qildikda. Ha, vassalarni ham qo'yib olding. Mabodo kelishinsa uni ham qilib berilaveradi. Vassasini ham o'zimiz kelishib nima qilaveramiz. Zo'r. O'zimizga moslab qilamiz-da, endi hali tekisroq qilib. Ha, orasi kengroq bo'lsa saliyoliga qilasizlar. Sababi o'zlaring baribir endi to'rt har xil bo'ladi-yu. Ana shunga tekis qilib, taylariga xonalarni qo'yib, qoqib nima qilamiz, tekislab olamiz. Zo'r. Bunaqa xizmat ham bor. Xudo xolasa. Zo'r, uyga bitta baho berib, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Menimcha so'ralmagan narsa qolmadi. Narxi qoldi. Narxini aytdik. Xizmat ko'rsatish Qoraqalpog'istonga ham bo'ladimi? Menimcha brigadalaring ko'p. Ha, ko'p. 4 ta, 5 ta, 6 ta brigada bor. Ha, bor. Xudo xolasa bemalol telefon qilaveringlar pastdagi raqamlarga. Qayerdan bo'lsangiz, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, hamma joydan ochishaversin. Hamma joydan ishlaringni Xudo xolasa bitirib berishadi. Endi bitta quyilishini ko'rsatib bering bizga. Hozir ochishyapti shekilli pastdan. Salafan shunday qoladimi, olib tashlaysizlarmi? Bu salafan tagi bitgan uy. Ha. Bitgan uyni tagiga yangi quyilgan u. Voy, Yangi quyilgan, boya yangi quyilgan. Bu yoqqa sekin. boya quyib ketishgan. Tagiga o't ketmasligi uchun suvi. Ha. Remont bo'lganda tagi. Remont bo'lgan. Tomchilab o'tadi suv. Sakarton. O'shanga salafan qo'yib olding. Salafan qo'yib oldik. Tagi o'tmasligi uchun hali uyda nimasiga. Zo'r. Mabodo tayyor uy remont qilingan bo'lsa ham salafanni qo'yib bemalol qo'yib beraverasizlar. Ketdi mana quyilishi. Hozir mana tushyapti. Aytib o'tilgandek qalin 15 santimetrdan usta akamiz o'zlari quyib berishyapti ekan. Mana stayashkani qotili. Mana uyingiz sovuq bo'ladigan bo'lsa, isitishni zo'r yo'li. Mana sovuq bo'lsa, isitishni, issiq bo'lsa, sovutishni eng zo'r yo'li mana shu bo'ladi. Menimcha bundan keyin, bu videodan keyin akalarimiz stayashkani unutishadi. Bunga yiqilgandan keyin bola ham qattiq tushmaydi. Yo'q. Ustiga babi gilam mazza qiladi. Mazza qiladi. Haligi Rossiyada rezinka bo'lardi. Shunga tushganda tusharganda. Ha, yana qayta yiqilgisi kelaveradi. Qayta yiqilgisi kelaveradi. Bolalaringiz ham mazza qiladi-da. Buni agar qilib beradigan bo'lsangiz, tomingizga yoki masalan uyingizni polini tagiga ham bemalol qilib bersangiz, mazza qilib bolalaringiz o'ynab, kulib yuradi. Asosiy sementda. Asosiy sement. Ha, sichqon nima bo'ladi sichqon? Sichqon kalamish teshalmaydi buni. Ha, buni teshalmaydi. Hasharotlar, unaqa narsalar teshib chiqarmaydi bunda. Oldin eski uylarimizda ilonlar tepalardan osilib qolardi. Bunaqa narsa bo'lmas ekanda. Ya, bu ilon. Xudo xolasa. Ilon ham aytdim, hasharot ham kirolmaydi bunga. Hasharot ham kira olmaydi. 15 santimetr hazil ekan emas. Qo'lim 20 bo'lsa, mana shu mashitdan bo'lyapti ekan. Bir xilga joyda 20 ham bo'lib ketadi, bir xilga joyda 10 ham bo'lib ketadi, Farhodjon aka. Ha. Sababi endi sal qiyshiqroq bo'lgani hisobiga har xil bo'ladi. Eng pasti menimcha 15 bo'lsa kerak. Mana shu yerda hozir oyog'im tiqadigan bo'lsa, kirib ketadi hozir. Oho, ana. Nechu, 40 ham bor shekilli. 30 atrofida. Shunaqasi ham bo'ladi. Zo'r. Mana shunday ustalar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilaveringlar. Tomingiz bo'ladimi yoki xuddi mana shunday stayashkani o'rniga qildirmoqchi bo'lasizmi uyingiz ichiga? Farqi yo'q. Xudo xolasa 100% ga ishingizni bitirib berishadi.